Ko'chadan pitsa zakaz qilmasdan uylarga shunaqa olib kelib qo'ysanglar, xohlagan paytinglar farzandinglarga pishirib berasizlar. Farzandlarimga shanba kuni birga pitsa pishiramiz deb va'da berdim. Shu sababdan Imbazarga keldim. Ha, kiyinishga aptekaga borgan unda deb ustimdan kulyapsizlarmi? Adashasizlar. Imbazarda Little Italia pizzasi qo'shilgan. Xohlasanglar turgan joylarda issiqqina, qaynoqqina qilib pishirib berishadi. Xohlasanglar muzlatilingan har xil variantlarni uyga borib, o'zingizlar xohlagan paytinglarda pishirib yesanglar bo'ladi. Korobkani ustiga yoqmasa bepul deb yozib qo'yishgan ekan. Birinchi bo'lib bittasini pishirib yeb ko'ring, yoqsa keyin uyga olib ketaman deb farzandim bilan shuni bozorlik qilib chiqqanimgacha 3 minutda pitsa ham pishibdi. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Qolganini esa uyga borib farzandlarim bilan pishiraman deb eshikni sekin ochsam, Muhammad meni ko'rgani yo'q. Shart ichkariga kirdimdek, как будто u uyqudan turgunigacha o'zim pizzani tayyor qilib qo'ygandek korobkalardan bo'shatdi. Xullas, mana korobkasiga yozib qo'ygan, agar yoqmasa rostdan ham pulini bermaysizlar. Muhammad pizzalar tayyor desam, o'rnidan qaranglar, qanaqa sakrab turganini. Xursand, chunki bular har doim bog'chada shunga o'xshash narsalar pishirishadi. O'g'lim esa pishir kuydirni yaxshi ko'radi. Muhammad bilan birga pizzalarni duxovkaga sovoldik. Pishgandan keyin birga yeb ko'rib, mazasini degustatsiya qilamiz. Pizzalarimiz birpasda tayyor bo'ldi. Sizlar ham ha deb